Har tomonlama ishga tayyor bo'lgan Kia Bongo sotiladi. 2011-yil Starex motor. Unga 133 dizel motorini korobkasi, 6 talik korobkasi qo'yilgan. Tortishlari zo'r. Farg'onalik obunachimni Bongolar zudlik bilan sotiladi. Mashinamizda kraska u yoq-bu petnosi bor. Udar kaltak yo'q, choklari ham yo'q joyda pechar deyaptilar. Ichlarini qarang, juda go'zal holatda, qimmat chexollar qilingan. Lyuks salondan ko'ryapsiz, orqada spalninkasi bor. Eng hadavoylardan hisoblanadi bu toifasi bilasiz. Mashinamiz 285 bort bilan jihozlangan. Orqasida shtorka tent bilasiz, bu tent ham arzon emas. Kamiga orqa eshikli hozir ko'rsataman. 6 ta ballon yangi, zapaska katta kichigi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichini obshivkalar qilib, yuqori shtorka ochiladi. Kranda og'ir yuklarni yuklasa bo'ladi. Mashina yurib turgan, hech qanaqa kamchilik yo'q. Orqa qismlari bortlari ham yo'q, zo'r. Taglarda chirigan, zanglagan joylar yo'q, risorlargacha usiga tiqib qo'yilgan. Endi bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, 13 ming dollar asli bo'lishi degandilar. Mashinamiz zo'r aka, ancha rasxod qilingan deyaptilar. Sunnatga tepasida 1 mut beriladi. 296 ming yurgan probegi azizlar. Mashina yoqqan bo'lsa, like bosing. Egasi nomeri video pastda qoldiraman. O'zingiz telefon qilib tekshirib, notariusi pulni sanasangiz bo'ladi. Ulgurib qoling, chunki bu mashina oldingi sheriklarni joylaganimda qisqa muddatda sotilgan. Eng seyr xaridor va hadavoy bo'lgan avlod Kia Bongoni sotib olishga ulgurib qoling.